Nima bo'ladi? Olib berish kerak u menga katta ketdi. Mana katta ketganlarga olib topib beradi. Hozirgi lavhada 2025-yil 13-oktyabr kuni tungi soat 1lar chamasida Qarshi shahrining markaziy ko'chalarida Gentra, Cobalt avtomashinalari va mototsikl o'zaro poyga o'ynagan holatni ko'rdingiz. Xo'sh, ijtimoiy tarmoqda kontent yig'aman deb tungi vaqtda fuqarolar tinchligini buzib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan yana tezlik 60 km/soat etib belgilangan yo'lda katta tezlikda guruh bo'lib harakatlanish, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yish qanchalik to'g'ri? Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sababchi bo'ladigan mototsikl va haydovchisi aniqlanib, unga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mototsikl vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilganda, Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib mototsikl boshqarib, ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan. Qarshi shahrida yashovchi shaxslar bilan piyodalar va transport vositalarining harakatiga qasddan to'sqinlik qilib, belgilangan tezlikdan oshirib, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishiga tahdid solib poyga tashkil etgan. Ularni to'xtatmoqchi bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga esa bo'ysunmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishlar bo'yicha Qarshi shahar sudi qaroriga asosan huquqbuzar ayolga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10-moddasi 1-qismi, 183-moddasi, 194-moddasi 1-qismiga asosan 3 sutka ma'muriy qamoq va bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Xuddi shuningdek, yo'l bezoriligi huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10-moddasi 1-qismi, 183-moddasi, 194-moddasi 1-qismiga asosan 1 yilga haydovchilik huquqidan mahrum qilish va 5 sutka ma'muriy qamoq hamda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlar har kim istagan so'zini aytib, jamiyatning boshqa a'zolarini huquqlarini poymol qilgan holda keng jamoatchilikka taqdim etadigan makon emas. Belgilangan qonun va qoidalarga rioya etmaslik javobgarlikni yuzaga keltiradi. Buni doimo yodda tuting.